Assalomu alaykum. Bizlarni uzoq yaqindan kuzatib turgan biz uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz mana bugun sizlar uchun Qashqadaryo viloyati Qamash tumani Pioner Kamol bozoridan videolarimizni qilamiz akalar. Videoni boshlab akalar bitta like bosib qo'ysalaringiz, xudo xolasa biz sekin-sekin ishimizni boshlaymiz. Bugungi sanamizga keladigan bo'lsa 26-dekabr 2025-yil hafta kuniga juma akalar. Xo'p, endi kiraveramiz, sekin ichkarini ko'ramiz. Hamma ma'lumotlarni sizlarga yetkazaveramiz. Bo'lmasa ichkariga kirguncha ozroqgina ko'ramiz akalar. Odam ancha ko'p. Mana. Osmonda lekin bulut yo'q. Juda hamma joy to'g'ri quyosh yo'q, hamma joy sal xira bo'lib turibdi. Video sifatida ta'sir qilishi mumkin akalar. Xo'p, akalar, mana yuqoridan ko'rinishi bozorda, qo'y bozori sekin-sekin obzor qilamiz. Like bosgan bo'lsalaringiz aka, biz sekin-sekin ochiqroq joyga chiqib olamiz endi, mana ko'rib olamiz. Bu tarafda ham, darvozadan kirishda ham juda tiqilinch. Bu yerda obzor qilish iloji yo'q. Hozir ochiqroq joydan ko'ramiz obzorni. Xo'p, akalar, qo'zichalardan sal ochiqroq joyga chiqdik, ichdan ko'rsataveramiz. Qo'zichalarimiz bor ekan. Qanday uka, zo'rmisiz? Nech pul deyapmiz bularni? 3 milliondan kam bor. Mana 3 milliondan kami bor ekan. U tarafchi bu? 3 milliondan kam bor. Hammasi bir tekis. Mana 3,5 kam. Ha, bitta 3,5lik, qolgani 3 milliondan ekan. Ha, bozor nima so'rayapti? Hammasini bir joyga so'raymi? Mana ikkovini so'rayapti. 5 million 226 dan. Bermadingiz? Bir g'och. Ha, bir komplekt so'rab bermabdilarga. Xo'p, men ko'ringlar, yomon emas ekan. Yana bormi bularda? Aka bori shu. Bori shu. Qayerni moli endi aka bu? Chiroqchilik. Chiroqchi, gap yo'q. Chiroqchida akalarimiz Qamash Pioner Kamol bozori yopib sotyaptilar. Barakasini bersin. Bor yo'q, boshqasi yo'q aka. Nomer qoldiryapmaymiz. Hey, yashang. Akalar, nomer shart emas ekan. Sekin endi bu tarafni ko'rsataveramiz. Bu tiqilinchani kelib qoldik. Xo'p, akalar, qo'chqorlarni sekin-sekin sizlarga ko'rsatib ketaylik, keyin qo'y bozoriga ham o'tib olamiz. Mana bu tarafda ham qo'chqorlar zo'rlar bor ekan. Xo'sh, hey hormaylarga, yaxshimisizlar, charchamang, savdoga baraka. Nech pul aka qo'chqorlar? 6 dan. Mana gal, 6 million so'mdan ekan. Son nechta bo'ldi endi aka bular? Son izi ko'p, jami. Izi ko'p. Sen qo'chqorga o'tib ketibsiz. Sizlar yaxshimi o'zi? Yaxshi. Hozir 6 dan deyapsiz. Bozor nima qildi endi? Hozir 5 dan so'rayapti. Bozor 5 dan so'rayapti ekan akalar. Qo'chqorlarimizni ko'ryapsizlar, yomon emas. Endi bular jivoveska hisoblanadi. Necha kilo deysiz endi? Jivoyisi bari 75-80 kilo shunday aytadi. Ay gap. Akalar 75-80 atrofidagi qo'chqorlarimiz, maza qilib boqaman degan akalarimiz uchun mana variant. Go'shtga ham tayyor. Xudo xolasa nomerlarini qoldiramiz, bemalol telefon qilib baraka qolsalaringiz bo'ladi. Bundan izi bor? Ey, yashang. Bo'lmasa nomer qoldiraylik. Shart emas-a? Ha, yashang. Yangi kundan bo'layqa. Mana akalar. Xo'p, sog' bo'linglar. Savdoingizni bersin aka. Nomer shart emas ekan, bozorda xudo xolasa o'sishi ekan. Ha, sotilmasa chaqirisham dedik. Boshlab vaqtdan. Men ishlayman, yangi o'stin. Ko'ramiz aka, nima keladi. Xo'p, akalar, yangi yil qursin, yangi yil bilan ishim yo'q. Bunisini ko'rsa, hormang, zo'rmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Savdoga baraka. Nech pul deyapmiz qo'chqorlarni? 8 dan deyapti. 8 million so'mdan qo'chqorlar. Akalar, e'tibor beramiz, hammasi yirik. Tish qanday bularni? Tishi hammasi qo'zi. Hali qo'zi ekan akalar, buni qanday boqdilaringa? Xo'p, akalar, qo'zi qo'chqorlarimiz, jivoveska qancha qilishi hammasini taxminan so'rab ketamiz. Jivoveska necha qiladi endi bu? 50 kilo. 50 kilo jivoveska. Yo'q, go'shtiga shunday qilishi mumkin-da. 110 kilo. 110 kilo. Hey, mana akalar. Xo'p, akalar, 110 kilo shu atrofda ekan. Endi mana sariqlar ancha yirikka o'xshayapti. O'zi bozor nima so'rab bilan? Bozor 6,5 dan so'rayapti, yo'q. Bermadingiz. Akalar, bozor 6,5 dan so'rayapti ekan, berilmagan, xudo xolasa qo'shsa ketadi. 6,5 ga ham bermadingizmi? 6,5 ga ham so'ralgan, berilmagan. Izi bormi bular? Nechta kerak chiqarilaveradi. Akalar, xudo xolasa izi ko'p, nechta kerak chiqarib berishaveradi. Nomerlarini qoldiramiz, bemalol telefon qilib so'rab olsalaringiz bo'ladi. Nomer qoldiramiz-a? Nimaga? Endi izi ko'p bo'lsa nomer qoldiravering. Tushunarli. Qo'chqor boqayotgan akalarimiz bozorda o'zi yetkazib berish olmayapti ekan, endi u yog'ini so'yib yuboramiz agar jab bo'lmasa deyishadi. Mana akalar ko'raveramiz. Xo'p, bu yoqni ham ko'raylik-chi. Hormang aka, zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Ha, bu qo'chqor necha pul bo'lyapti? 7 dan deyapti. Ikkalasini 7 dan deyilyapti. Xo'p, 14 million so'm. Bozor nima so'radi endi? Hozir har xilda 6 dan ham so'rayapti. 6 gacha ko'tardimi? Bermadingizmi 6 ga ko'targan bo'lsa? Akalar, 6 ga ham so'ralibdi. Qo'chqorimiz, mana ko'ringlar, orqalaridan, yonlaridan berilmagan. 1-2 so'm qo'shsa ketadi mana. Qo'chqor yomon emas ekan.
Tishi qo'zimi? Ha, hali tishi qo'zi ekan akalar. Yomon emas. Xo'p, bo'lmasa hozir ikkita nima qilsak, bozor 6 qilibdi. Qancha bo'lsa berasiz shu ikkalasi? Boshqa beramiz. 6 ga qo'shsa ketsa. Ha, 6 ga 1-2 so'm qo'shsa ketadi deyaptilar, yomon emas mana. Xo'sh, nomer qoldiramizmi? Yana bormi bundan? Yo'q. O'zi ikkita. Ha, o'zi ikkita ekan, tushunarli. Mana qo'yamiz. Hormay aka, zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Mana shu yoqqa qo'yaylik. Tamam, hormay. Charchamayapsizmi? Savdoga baraka. Aka, nech pul deyapmiz bu qo'chqorlarni? Qo'chqor emas, qo'y aka. O'lsin. Qo'chqor yonidan kelaverib, odam qo'yni ham qo'chqordek ko'rib qoldi. Aka, qo'ylaringiz nech pul deyapmiz endi? 5,5 deyapmiz kam. Yashang. Akalar, qo'ylar 5,5 million so'mdan kami bor ekan. Hozir qo'ylaringiz ancha vesi yaxshi. Bo'g'ozligi qanday? Yo'q, bo'g'oz emas, semiz. Semiz qo'y. Ha, shu uchun adashdim-da men. Mana akalar go'sht yo'nalishiga yaxshi semirgan qo'ylarimiz. Qo'chqorday rostdan o'zi bir uzoqdan ko'rsa qo'chqor deb o'ylashadi. Bu ham qo'chqorlar qatorida turibdi. Aka, endi nima qildik buni? Bozor nima qilyapti? 46 dan qilyapti. Bermadingiz. Bo'lyapti, sotyapti, savdosi bo'lyapti. Ha, 46 dan bir joyga halammasini so'ramadim bular. 4,5 dan qilyapti bir joyga, 10 tasini 46 dan qilyapti. Ha. Nima qanday tishi endi? 4 tish qo'y ham deydi. Hali 4 tishmi? Mana 4 tish qo'y. Mana chori qo'y. Ha. Bo'lmasa hali akalar go'shti ham xudo xolasa yumshoqqina maza qilib boqaman, maza qilib yeyman degan akalar uchun zo'r variant ekan. O'zi puliga ham go'sht to'g'ri kelib qoladimi deyman. 40 kilodan go'sht. Ha. 35 chiqsa ham o'z puliga sal savdosini qilib bersangiz ketaveradi. Izi ko'pa buni akasiz. Yashang. Bo'lmasa nomer ayting qani aka? 99 377 86 88. Bemalol telefon qilaveramiz aka. Izi ko'p xudo xolasa telefonlashib xohlagancha olsalaringiz bo'ladi. Savdoingizni bersin aka. Ha, bu yerda ham savdo bo'lyapti. Hormang. Sog'ligingiz yaxshi, charchamayapsizmi? Ha, siz. Sen yürümeysen ben yürüyemem. O'sh, yo'da. Aka, nech so'radingiz? Oldim. Mayli, Qancha? 4 million so'm. oldim. 38-39 demadim. 4 million. Sal ko'rinmayapti. 4 million so'm so'ralyapti ekan. Agalar 4 million so'mga berilmayapti. Vaqtdan unumli foydalangan holda boshqalarini ko'rsataveramiz. Hormay, zo'rmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Nech puldan deyapmiz bularni? 5,5 deyapmiz. 5,5 dan akalar mana. Hammasi yaxshi ekan, soni 4 tami? Akalar, qo'chqorchalarimiz soni 4 ta. Ko'rib olaveramiz. 5,5 danmi bahosi quyuqsi yo'q. Hammasini bir joyga so'rashdimi? Yo'q, bitta so'rayapti. Kattalarini 44 so'ralyapti. Kichkinalar akalar 4 million 300, 4 million 400 so'ralyapti ekan. Olgan odam maza qilib boqsa bo'ladi. Endi hozir ko'rdik, 4 ta ekan, yana bormi yo'qmi? Uyda bor. Gap, uyda bor. Nechta keraksa topilaveradigan joydamiz, xudo xolasa. G'uzor emasmi? Yo'q, 20-30 kilometr. Yo'q, Yortepa shu turibdi. Ha, Qamar. Tushunarli, hech qancha G'uzorga yaqin deyorasiz, ha, yaxshi. Bo'lmasa nomer qoldiramizmi? Qolaveramizmi? Ayting nomer. 91lik 220 0702. Akalar, qo'chqor izi ko'p ekan, telefon qilaveramiz. Bu yoqqa faqat go'shtga kerak bo'ladi mana akalar. Go'shtga ham yaxshi variant. Narxini ham chiroyli qilib bersa, xudo xolasa. Bu tarafdan ham ko'rsataman. Ko'rib olaverasiz akalar mana. Savdoingizni bersin. Sog' bo'ling. Xo'sh, akalar, qo'y bozorini ham bir ko'rsatamiz endi sizlar bilan. Xo'p, akalar, qo'y bozoriga ham yetib keldik. Endi sekin-sekin qo'ylarni ham ko'rsatib ketaveramiz sizlar bilan. Hammasini bitta like bosib qo'ysalaringiz zo'r bo'ladi. Hormay aka, zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Savdoga baraka. Aka, bu qo'ylarimiz nechta bo'lyapti? Qanchagina aka? Ha, 9 ta qo'y bor shu yerda. 9 ta ekan akalar. 13 ta ekan. 13 ta deng, shunday deng. Odam qo'rqitmay, izi ko'p. 13 ta. Aka, men gigantingiz nech pul bo'lyapti endi? Mana shundan boshlaylik. Ana shu qo'ylar 6 million deyapti. Mana akalar, 6 million so'm deyilyapti. Yoshi qanday buni? Ikkinchi qor. Ikkinchi qorni akalar, mana hali 4 ishlaydi men shunday akalar. Gap yo'q. Endi hozir nechidan so'rayapti? Hammasini quyuq suv nechidan deysiz aka? Quyuq suv 4 million 800 dan so'rayapti. Mana. Akalar, quyuq suv 4 million 800 mingdan qo'ylar aksiyaga tushibdi mana bu yoqqa. Endi bug'ozmi bular? Ha, bug'oz hammasi yelin solgan. Mana akalar, yelin solgan bug'oz deyaptilar. Bu yoqda ham tusoqlar ham bormi deyman? Ha, bitta tusoq ham, ikkita tusoq ham. Ikkita tusoq ekan akalar mana. Mana shu ikkalasi tusoq. Bu tarafi 4 tish, 6 tish shunday ekan. Xo'p, bo'lmasa endi nech puldan beramiz aka?
5 milliondan bo'lsa beramiz oluvchiga. 4 million 800 dan to'g'ri kelmaydi. Kamroq bo'ladi. Salkam. Qo'shsa ketadi. Aka bu qayerni moli endi bu? Qamashi. Ey yashang. Qamashini o'zidan akalarimiz mana olib chiqibdi. Bo'lmasa nomer qoldiramiz. Ayting nomer. 99 053 93 88. Akalar telefon qilamiz, xudo xolasa, dastavkalarni ham qilib bersa kerak agar ko'proq olaman degan akalarimiz bo'lsa. Mana akalar, Samarqandgacha dastavkadan muammo bo'lmaykan, nomerlarga telefon qilib baraka qolsalaringiz bo'lar ekan. Mana shunday qo'ylarni suqrab chorvachi. Mana shunday qo'ylarni arashanam deb sotishyapti, lekin o'zimizni hisobi qo'ylarimiz aka. Savdolar bu tarafni ko'rsataveraylik. Ona bola qo'ylarimiz ham chiqibdi. Ya hormay aka, zo'rmisiz, charchamayapsiz? Nech pul aka bu qo'ylar? Ha, mana akalar ona bolalar 6,5 million so'mdan, ikkitami ona bola? Bo'g'ozmi aka bu? Ha, kechki bo'g'oz. Akalar bitta yakka, mana shu ikkovi ona bola ekan, mana bolachalari ham. Aka buni endi bozor nima so'rayapti ona bolalar? Bolalar 5,5 ni so'rayapti, yakkan 4,5 so'rayapti. Bermadingiz. 5,5 ga ham berilmabdi ona bolalar, 4,5 million so'mga yakka so'ralyapti ekan. Aka hozir mana bu tarafni ko'raylik. Xo'p, aka endi buni qancha bo'lsa ko'ngil uradi? 6,5 million ona bola. Shu akalarim topgan. Yo'q, akalar har doim shadilar. Shoshlar aka, ikkinchi bola. Aka charchamay, o'zingiz zo'rmisiz? Charchamayapsiz aka? Bormi? Rahmat. Oldingi shotini? Aka izi yo'q ekan. Bular topib beradi. Ha, akalarda ko'p bilamiz. Ha, shunday, akalarda izi ko'p. Xo'p, akalar men ko'rib olyapmiz, sekin-sekin boshqalarni ko'rsataveramiz. Savdoingizni bersin aka. Bitta ko'ra, keyin ayting. Xo'sh. Daryo dehqon akalarimizdan shuni so'ray. Hormay bu, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Savdoga baraka. Nech pul deyapmiz bularni? Bular 5,5 million deb baho qo'yilgan. Mana 5,5 million so'mdan bo'ylari baland-baland o'zi ham yirik bo'lgan qo'ylarimiz ekan. Siz qanday bularni? Qori. Aha. Mana ikkita 4 tish bo'lgan, hal qo'zisi ham bormi? Ha, u tarafda ham qo'zilar bor ekan. Hozir buni o'zlari olib chiqibdilar, bitta like bosib qo'yamiz. Endi buni bozor nima so'rayapti? Bozor 4 million so'rayapti, 4,5 million so'rayapti. Har xilda, 4,5 shu atrofda so'rayapti ekan, ko'raveramiz. Xo'p, o'zi 6 ta olib chiqdingizmi bu? 6 ta olib chiqibdilar. Dehqonchilik mol menimcha. Dehqonchilik ekan. Bu o'zi 6 ta bo'lsa sizdan nomer so'ramaymiz endi. Xudo xolasa ham sotsangiz kerak shu bozorda o'zi. Ey yashang. Savdoingizni bersin bu. Sog' bo'ling. Mana akalar, mana shuni ham ko'raylik. Hormay, mana akamiz o'zlari olib chiqibdilar. Tishlari bilan ko'ramiz. 2 tishmi bu nima edi? Endi 4 tish bo'lyapti. Mana endi 4 tish bo'lyapti ekan. 2 tish bo'lyapti. Suqrobmi? Suqrob chorvachi. Xo'p, aka hozir ikkitami? Ikkita uyda qolgan, probaga olib keldim. Mana akalar, ikkita qo'yimiz, undan tashqari uyda yana nechta kerak desa bor ekan. Xo'p, bularning tishi hozir 2 tishdan 4 tishga endi o'tyapti ekan. Bunisi-chi? Bunisi 2 tish bo'lyapti. Mana endi 2 tish bo'lyapti ekan. Tushunarli. Nech puldan deyapmiz endi? 5 milliondan deyapman. Aha. Bozor 8,5 so'radi. Bir joyga. Ha. Akalar 5 milliondan 10 million baho qo'yganlar, bozor 8,5 so'rabdi, hali bermabdilar. 4 million 250 dan to'g'ri keladi. Ha, yelini bor ekan. Ha, bo'g'ozligi aniq. Akalar bo'g'ozligi aniq, xudo xolasa bemalol savdo hisobida bo'ladi. Qochgan baba. Xo'p, endi mana ko'rdik, hammasi yaxshi. Izi ko'p ekan, nomerlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qolsalaringiz bo'ladi. 100 ta desam to'g'ri. Ey yashang, nomerni ayting. 93lik 93lik 424 424 67 67 21. 21. Bemalol telefon qilib baraka qolsalaringiz bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, izi ko'p ekan. Nechta keragingiz topib berilaveradi. Savdoingizni bersin. Bo'ldi. Mana akalar 4,5 dan bo'lsa ketdi. Mana oldilaringizmi? Mana akalar. Nech pul bo'ldi aka? 3 million 600. Mana akalar. 3 million 600 30 kilo vesi bor ekan. Qaq so'yladimi bu? Semiz ha. Gap yo'q akalar. Mana so'yishga olibdilar. Xudo xolasa semiz maza qilib endi go'sht. Mana akalar. Assalomu alaykum. Yashang. Baraka topinglar aka, sog' bo'linglar. Xudo xolasa bundan ham ko'payaversin olganlar. Mana bu tarafdan ko'rsataylik, mana akalar, qo'ylarimiz. Xo'sh, mana ko'ryapmiz akalar. Yaxshigina terilgan, chiroyli bo'lib turibdi. Egalardan hamma ma'lumotni olaveramiz. Hormay aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Savdoga baraka aka. Aka, nech pul deyapmiz bu qo'ylarni?
7 million kam bo'lyapmiz. Mana gele kashtan svet qo'ylarimiz 7 million so'm, suyaklari yeri kerak. Maza qilib boqaman degan akalarimiz bo'lsa mana variant. Tish qanday aka bular? 4 tish 2 tish. Mana 4 tish, 2 tish, 6 tish yo'qmi? Yo 1,5 chiqadimi? Mana akalar tekshirilgan hammasi 4 tish, 2 tish ana shunaqa qo'ylarimiz. Maza qilib boqaman degan, qo'y qilaman degan akalarimiz bo'lsa variant zo'r ekan. İlk çok öyle. Xo'sh, yaxshi. Endi qolganlarini, ma'lumotlarini akadan olaveramiz. Aka buni hozir bu yoqda soni nechta? 22 ta. Izi bo'lsa kerak. Izi bor. Mana akalar, hozir bu yerda 22 ta izi bor, nechta kerak topilaveradi. Nomer qoldiramizmi aka? Ayting nomerni. 99 106 8200. Akalar telefon qilaveramiz. Xudo xolasa izi bor ekan, nechta kerak topilaydigan joydamiz. Xo'p akalar, butun bozorni ko'rsatib chiqishga vaqtimiz yetmaydi. Like bosib, kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qoldiringlar akalar. Xudo xolasa yaxshi variantdagi mollarni, qo'ylarni bizning kanalda ko'raverasizlar. Mana akalar, bozor tepadan ko'rinish. Qo'y ko'p, hammasi ko'p, faqat vaqtimiz kam.